Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Shodlik ko'chasidan yangi kvartira kadastr hujjatlari tayyor kvartira so'ragan hurmatli mijozlarimiz uchun 6-etajda joylashgan 3 xonali kvartiramiz mavjud. Kvadratga keladigan bo'lsak 90 kvadratli, kvadrat to'limi 700 ming so'mdan sizlarga qisqachagina ko'rsatib o'tamiz. Eslatib o'tamiz, bu xonadonlarimiz, kvartiralarimiz subsidiyaga ham tushadi. Boshqa to'loviga keladigan bo'lsak 65 million boshqa to'lovi bor. Sizlarga qisqachagina ko'rsatib o'tamiz. Bu kirish qismi. Kirganimizda uzungina koridor, bu joyga kirganimizda uzun koridor va o'ng taraf qismimizda bitta umumiy sanuzelimiz mavjud. Bu joyda bitta umumiy sanuzelimiz va orqa tarafda bitta chiroyli oshxonamiz mavjud. Bu joyda bitta oshxonamiz. Albatta, ko'rinish, manzaralar chiroyli, holatlari chiroyli joylashgan. Keyingi xonalarni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kirganimizda bu oshxonamizning yonida joylashgan bitta mehmonxona qismimiz mavjud. Bu joyda bitta mehmonxonamiz, kattagina, kenggina, yorug', shinamgina mehmonxonamiz mavjud. Mehmonxonamizning oldida bo'lsa bitta bolalar xonasi mavjud. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Mehmonxonamizning oldida bitta bolalar xonasi. Eslatib o'tamiz, bu joyga beradigan sharoitlarimiz polni issiqpol bilan qoplanadi. Bolalar xonasining oldida esa bitta kattalar yotoqxonamiz mavjud. Bu joyda mana dushovoyi ichida bo'lgan bitta kattalar yotoqxonasi, chiroyligina, katta, kenggina bitta kattalar yotoqxonamiz mavjud. Kimga qiziq bo'lsa kelib, shaxsan ko'rib, baraka qilishliklarini mumkin. Yana bir bor eslatib o'tamiz, bu joyimiz subsidiyaga tushadi. Boshqa to'lovga keladigan bo'lsak, 65 million to'lov bilan subsidiyaga tushadigan katta kenggina kvartiramiz. 6 etajli domning 6-etajda joylashgan kvartiramiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan da ko'p arzonlar berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.